250 so'mdan aksiya ketdi. 22 avgustdan boshlab mo ko'rib turgan so'mkalarda ko'rib turgan hamma narsalarimiz 250 so'mdan. Ko'rib turgan har bir ko'rgan tovarlar, ilingan narsa borki 250 so'mdan. Faqat 3 kun aksiya bo'ladi. Tak, bugun chislomuz 22 avgust, 23, 24, 25. Tezda ulgurib qolinglar. Hozir sizlarga lokatsiyalarga tushuntiraman. Ko'rib turgan hamma tovarlar 250 so'mdan. Bu ko'rib turgan tabichkalarimizni tuyatishga 400 so'mdan qilib berayotgan. Bu tomonimizda siz mana kuzga, sezonga har bir narsa bor. Agar kim 5000 so'mdan oshiq savdo qilsa, mana bu yerda ruchka daftarlarni besplatniy beradi ekan podarkasiga. Hozir sizlarga chiqib lokatsiyalargacha tushuntiraman. Bu videoni tezda tas tarqatib olib, uspet qo'yib, mana ko'rib turgan har bir so'mkalar 250 so'mdan. O'zim olganman 900 so'mdan. Akalar, ulgurib qolinglar. Hozir sizlarga lokatsiyalargacha tushuntiramiz. Bu joyimiz lokatsiyasini ko'rib olinglar. Bilasizlar, mo'majamish bor, ko'rko'chamiz bor, Sevotopol. Shu tomonimizga kelganimizda domlarni oldida boshlangan lokatsiyamizni ko'rib oldinglar. Aksiya 3 kun ulgurib qolinglar. Bu tomon yangi most, mana madrasa taraf ko'rib olinglar, madrasa tarafdan yangi mostdan tomondan mo'majamish tomonga yurganimizda lokatsiyani yaxshi skrinshot qilib olinglar, adashmanglar. O'tgan safar reklama qilganda ko'pchilik bilmadi. Aron rayon joylashgan, bilib oldinglar. Mo'majamishda oldida, domlarni oldida. Tezda ulgurib qolinglar.